yonma-yon, yonma-yon. Siz bilan yonma-yon, bir yo'lda. Va bir yo'lda yoshlar. Yo'limiz bir, manzilimiz bir, bizni eltuvchi yo'llar orzularimiz tomon yetaklasa ne ajab deymiz va tadqiqot loyihasini boshlaymiz. Azizlar, loyihamizning qahramoni Chirchiq davlat pedagogika universiteti psixologiya kafedrasi o'qituvchisi Dilmurodova Zilola Davron qizi. Assalomu alaykum Zilolaxon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Keling, muxlislarimizga siz haqingizda ozgina ma'lumot bersak, maylimi? Demak, Zilola Davron qizi bakalavriatni Buxoro davlat universitetini pedagogika va psixologiya yo'nalishida o'qigan. Magistrat ta'limini esa 2021-23 yillarda Chirchiq davlat pedagogika universitetida davom ettirgan. Bundan tashqari qahramonimiz Chirchiq shahridagi 13-21 o'rta ta'lim maktablarida psixolog hamda ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimlarida faoliyat yuritgan. 2023 yildan buyon Chirchiq davlat pedagogika universitetida psixologiya kafedrasi o'qituvchisi lavozimida ishlab kelmoqda. Demak, uning ilmiy ishi shaxs temperament tiplarini qo'l termogignaniza orqali aniqlashning pedagogik psixologik omillari ekan. Demak, mana shu termin ozgina menga qiyinlik qildi. Nima degani bu o'zi termogignaniz? Termogigroanaliz bu aynan qo'l harorati va o'sha qo'l xususiyati orqali inson temperament tiplarini aniqlash bo'yicha bir yo'nalish. Aha. Keling, avvalambor temperament tushunchasiga ta'rif bersangiz Zilolaxon, sababi biz o'z maktablarda o'rgangan umumiy temperamentlar boshqa va psixologik o'zlashtirishlar boshqa, to'g'rimi? Marhamat. Xo'p, rahmat avvalambor. Demak, temperament tushunchasiga ochiqlaydigan bo'lsak, bu tushunchani temperament tushunchasi bundan 2,5 ming yil avval fanga kirib keldi. Bu atama aralashma degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bizani xarakter xususiyatlarimizni yig'indisi desak ham bo'ladi. Temperament tushunchasiga Galen tomonidan asos solindi va 4 ta temperament ajratildi. Ya'ni xolerik, sangvinik, flegmatik, melanxolik. Mana shu 4 ta tip insonda mavjud, lekin sizda o'sha metodikalarimiz orqali aniqlaganimizda qaysidir temperament tipida yuqori, ya'ni foizlarning yuqori kelganligi sababli o'sha temperament tipi siz deb yana aytishimiz mumkin. Masalan, sizni xolerik temperamentiga xos insonsiz deyishimiz mumkin. Lekin vaziyatga qarab temperamentlar o'rnini almashtirib turishi mumkin, lekin aksariyat holatda biz bir temperament tipida asosan yuramiz. Demak, Gipokratning tushunchasi mavjud, ya'ni insonni kasalliklarini davolashda, endi bilamiz Gipokrat tibbiyot sohasi otasi bo'lgan. Demak, inson kasalliklarini davolashda insondagi tana suyuqliklariga qaragan, ya'ni qon, balg'am, qora safaro va sariq safro. Ana shu narsani Galen o'zini nazariyasi bo'yicha temperamentlarga xos ravishda bog'laydi. Demak, xolerik temperamentdagi insonlarda sariq safro ustun deydi. Melanxolik temperamentdagi insonlarda esa qora safro ustun deydi. Sangvinik temperamentdagi insonlar qon ustunligi hamda flegmatik insonlar esa balg'am ustunligi haqida gapirib o'tadi. Demak, temperament bu xarakterimizning yig'indisi hisoblanadi. Endi qarang, hozirgi kungacha temperamentning tiplari qanaqa aniqlangan? Hozirgi kungacha temperament tiplari an'anaviy testlar, so'rovnomalar orqali aniqlanib kelgan. Masalan, Ayzengning shaxs so'rovnomalarini olishimiz mumkin. 57 ta savoldan iborat bo'lgan. U aynan shaxs so'rovnomasi, ya'ni sizni xususiyatingizni aniqlaydi. Shu borasida ham temperamentingizni aniqlashimiz mumkin. Belovning 80 talik so'rovnomasi mavjud, 80 ta savoldan iborat bo'lgan. Unda ham temperament tipingizni aniqlashimiz mumkin. Demak, hozirgi kungacha an'anaviy metodikalardan, ya'ni so'rovnomalardan aniqlanib kelingan. Bolajonlarda menimcha shu rasm chizish orqali, to'g'rimi? Bolajonlarda esa rasm chizishlari o'zini kuzatib ham uni temperament tipini aniqlashimiz mumkin. Qarang, Zilolaxon, ko'p yillik tajriba egasiz deya olmaymiz-ku, lekin tezkor asrda yashayapmiz. Hozir Z avlod vakillari tezlikda ulg'ayishyapti. Aytingchi, siz masalan bir kishi bilan suhbat orqali uni ko'rmasdan ham temperamentini aniqlab bera olasizmi?
Demak, temperamentni aniqlashda ko'rmasdan bu xususiyat aynan ovoz orqali bo'lishi mumkin. Har bitta xususiyatda o'zini nutqini tonlari, ya'ni baland pastligi yoki so'zlardagi o'zaro masalan yaqinliklar yoki uzoqliklar bo'lishi mumkin. Bu ham temperament aniqlashimizga yordam berishi mumkin albatta. Uning uchun qancha daqiqa suhbat qurishingiz kerak? Mana shu bemor deymizmi, mijoz deymizmi, suhbatdosh bilan? 1 daqiqani o'zi yetadi, lekin bu aniq tashxisni qo'ya olmaymiz. Albatta, bu birlamchi tashxis bo'ladi. Biz yana o'sha tashxisni isbotlash uchun u bilan ko'rishimiz hamda o'sha metodikalardan foydalanishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi birlamchi tashxisda hozir menga bir qanday temperamentni qo'ygan bo'lardingiz? Sizga sangvinik temperamentini, ya'ni tipini qo'ygan bo'lardim. Ovozingiz ko'rinib turibdi, quvnoq, ya'ni tez, toni baland. Sizda demak men sangvinik tipiga xos bo'lgan insonni ko'rdim. Minnatdorman. Lekin haqiqatan topdingiz. Sangvinik xarakter sohibasiman, temperament sohibasiman. Endi keling Zilola, siz hozir ishlab chiqqan metodika, ya'ni qo'l orqali temperamentni aniqlash metodikasiga to'xtalsak, 21-asr psixologiyasiga sizningcha bu qanday yangilik olib kiradi? Xo'p, demak, metodikamiz haqida gapiradigan bo'lsak, aynan biz mana 1,5 yil mobaynida mana shu metodikani qo'llab ko'rdik. Mana shu ya'ni universitetimizda 5 ta fakultet talabalari bilan, ya'ni 500 nafar talaba bilan ishlab ko'rdik va bu metodikamizning samarali taraflarini ham ko'rdik. Demak, qo'l orqali temperamentni aniqlash metodikasi psixologiya laboratoriyalaridan kundalik hayotga olib chiqib keta oldi. Ya'ni hozirgi kunda 21-asrda psixologiya ko'proq amaliy hamda tezkor, o'zingiz aytganingizdek tezkor hamda ommaga yaqin bo'lish kerakligini nazarda tutadi. Ushbu metodika aynan shu ehtiyojni qondira oladi. Ya'ni u oddiy vositalar orqali inson temperamentini aniqlaydi. Ya'ni qo'l orqali, qo'ldagi o'sha xususiyatlar orqali inson shaxsidagi temperament tiplarini aniqlay oladi. Bu esa metodikaning oddiy, tezkor, samarali bo'lgan usul 21-asr psixologiyasiga yangi nafas bag'ishlay oldi desam, menimcha xato bo'lmasa kerak. Endi bu metodikani afzalligi nimada deb hisoblaysiz? Demak, bu metodikamiz boshqa, ya'ni so'rovnomalardan, testlardan afzallik tomonlari nimalarda? Qo'l orqali temperamentni aniqlash metodikamiz shunchalik oddiyki, uni o'zlashtirish uchun maxsus laboratoriya shart emas. Yoki qimmatbaho uskunalar, asos uskunalar ham kerak emas. Bu jarayon bir necha daqiqani yoki soniyani o'z ichiga oladi. Afzalligi shundaki, vaqtni tejaydi. Biz kimnidir masalan temperamentni aniqlamoqchi bo'lsak, albatta so'rovnomadan foydalanamiz. Masalan 80 ta savoldan iborat bo'lgan so'rovnomamizda kamida masalan 10 daqiqa, 20 daqiqa, hattoki 30 daqiqagacha vaqtimiz ketishi mumkin. Unda shu jarayonda lekin shaxsning xususiyati, ya'ni holati ham bu narsaga ta'sir ko'rsatadi. Inobatga olishimiz kerak temperamentini almashishiga. Demak, birinchi navbatda vaqtni tejaydi, samarali tarafi. Ikkinchisi, qog'ozni minimal ravishda foydalanishni ya'ni tayinlab beradi. Ya'ni biz qog'ozdan kamroq foydalanamiz. Bu esa atrof muhitga mehr uyg'otadi bizda, Nikolay yondoshini oldirib keladi. Keyin esa ya'ni mijoz bilan muloqotimizni soddalashtiradi. Mani metodikam aynan qo'lingizni ushlab, qo'lingizdagi o'sha ko'rsatkichlar asosida sizni fiziologik holatingiz bilan psixologik holatingizni birlashtirgan holatda temperamentingizni aniqlash. Demak, birinchi navbatda qo'lingizni ushlaganimda siz menga va sizga ikkalamiz oramizda mehr alohida tuyg'usi tuyuladi hamda ikkalamiz oramizda munosabat soddalashtiriladi. Diagnostika ishonchli, samarali amalga oshiriladi hamda kasbiy ko'nikmani shakllantiradi. Har bir talaba yoki amaliy psixolog sifatida shakllanishga yordam beradi. Aynan shu savolni sizga bermoqchi edim. Bo'lajak psixolog yoki talabalar deylik, qanday kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishlariga yordam beradi bu aynan? Demak, biz hozirgi kunda mana shu loyiha sifatida amalga oshirmoqdamiz. Talabalarimiz qamrab olingan, bu loyihada shogirdlarimiz mavjud. Ularda qanaqa ko'nikmalarni shakllantiradi? Ularda aynan kasbiy ko'nikmalarni shakllantiradi. Bu birinchi ravishda tezkor diagnostika. Murakkab testlar o'rniga oddiy va tezkor usulda temperamentni aniqlashni o'rgatadi. Shu bilan bir qatorda boya yetib o'tganimizdek, mijoz bilan muloqotda o'zaro ijobiy tomonga
tomonga, ishonchli tomonga o'rnatishga hamda psixologik muhitni yaratishga yordam beradi. Analitik tafakkurni ham o'stiradi. Shu bilan bir qatorda talabalarni qo'l belgilarini kuzatish, ularni temperament tiplari bilan bog'lash orqali tahliliy fikrlashni mustahkamlaydi, aynan talabalarimizda. Shu bilan bir qatorda amaliy tajriba ham, ya'ni real vaziyatlarda psixolog sifatida ishlashni o'rgatadi. Nazariy bilimlarni amaliyotda uyg'unlashtirishga yordam beradi. Juda ham yaxshi. Endi metodikani baribir takomillashtirish kerak, to'g'rimi? Bitta yo'lda to'xtab qolish kerak emas. Kelgusida qanday rejalar asosida joriy etishni maqsad qilgansiz? Kelgusida xudo xolasa biz hozirgi kunda aynan qo'l orqali temperament aniqlash metodikamizni nima deydi, o'zini proyektini amalga oshirmoqchimiz, ya'ni model yaratyapmiz. Mana shu modelni patentini olishga bel bog'laganmiz. Ya'ni qo'l orqali temperament aniqlash metodikasi bo'yicha patent olish jarayoni boshlandi. Bu nafaqat universitet, balki butun respublika uchun psixologiyada katta yutuq desam ozgina mubolag'a bo'lmasa kerak. Kelgusida metodikani keng joriy etish rejalashtirganman. Psixologiyada inqilobiy o'zgarishni amalga oshirishni maqsad qilgan Chirchiq davlat pedagogika universiteti esa bu yo'lda birinchi qadamni tashlay oldi desam bo'ladi. Masalan, psixologiyada gvozdi terapiya, ya'ni mix terapiyasi bor-a? Buni ham qandaydir mana shunaqa qo'l orqali kasalliklarga barham berish usulini balki yaratarsiz, to'g'rimi? Balki. Demak, fiziologiyamiz bizning ruhiyatimiz bilan bir qatorda yuradi. Masalan, Aristotelning fikrini hozir keltiradigan bo'lsak, Aristotel aytadiki, tana bilan ruhiyat bir tanda, ular ajralmaydi degan ta'limot asosida fikr yuritadi. Haqiqatdan ham sizni tanangizda bo'ladigan barcha o'zgarishlar ruhiyatingizga ta'sir ko'rsatadi. Ruhiyatingizda ta'sir o'zgaradigan, ya'ni o'zgarishlar salbiy tomongami yoki ijobiy tomongami, barcha o'zgarishlar sizni tanangizga albatta ta'sir ko'rsatadi. Demak, inson tanasi orqali uni ruhiyatini aniqlashimiz mumkin, uni qo'li orqali uni temperamentini aniqlashimiz mumkin degan tushunchani yanada kengroq ravishda yoritib berishimiz mumkin. Zilola ham xursand bo'ldim siz bilan suhbat qurib. Umid qilaman, qo'l orqali balki kasalliklarni aniqlashni ham bir yo'lini toparsiz. Yurtdoshlarimizga, mijozlaringizga psixologik ko'mak berish qatorida o'sha qo'llab-quvvatlovchi bir vazifani ham o'tasangiz, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Endi bizni tinglayotgan muxlislarga umidli qalblariga qanday bir fikrlaringiz bor xulosaviy? Nima ham deymiz, agar xudo xolasa mana shu metodikamizni joriy qilsak, bu metodika juda samarali hamda bu metodikani qo'llash uchun psixologiya sohasida o'qish shart emas. Demak, uni mijozimizni yoki munosabat bildirishimizda sherigimizni darrov temperamentni aniqlab, unga xos ravishda munosabat bildirishimiz mumkin. Har bitta insonga psixologik sog'lik tilab qolamiz hamda ishlarida omad yor bo'lishini tilab qolamiz. Sizga ham rahmat, mehnatlaringiz rohat bo'lsin. Bundan ham ko'p metodikalarni ishlab chiqing deymiz. Xormang, tolmang, yoshlarda xush ko'rdik. Katta rahmat sizga, charchamanglar. Sog' bo'ling. Rahmat. Chirchiq davlat pedagogika universiteti psixologiya kafedrasi o'qituvchisi Dilmurodova Zilola Davron qizi Yoshlar radiosining tadqiqot loyihasining bugungi qahramoni edi. Azizlar, siz ham aynan psixologik holatlarni yaxshilash borasida qanday takliflaringiz, talablaringiz, o'zingiz o'ylab topgan metodikalar bo'lsa, albatta tadqiqot loyihasida ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Dastur muallifi Maqsuda Botirova.